Mashinamiz 2023-yil 47 ming yurgan xolos. Toza, kraskasi yo'q. To'rtta qimmat yumshoq balon qo'ygan, tonirovkaga ruxsatlari bor. Orqa oldi amerikanka fara. Xullas mashina tayyorda minib ketishga. Keyin qiziqarlisi 9 oyini уже to'lab bo'lingan. 5 yilga olingan 9 oyini to'lab bo'lgan 4 700 dan. Yurgani mana 47 ming, podogrev sideniya, ABS, MABS hamma yo'qlari bor. Hozir 2700 bersin deyapti egasi. O'shaning ichidan oylik to'lovini 2 kun 3 kundan keyin oylik to'lov bo'lib qoladi. Ashuni to'lab oladi. Ash 2700 ning ichida oylik to'lovi bor, 4 700 000. Ashuni to'lab oladi. Endi buni qiziqarlisi nomingizga kredit qilsa 5 yil baylanmaysiz. Hozir mana shu mashinani olsangiz 1 yil minasizmi? Minib yana aka sotib yuboraylik desangiz yana krediti bilan sotilib ketaveradi. Shu kimga qiziqarli bo'lsa telefon qilaverasizlar.